Neç pul bo'lyapti aka bu? 16.8. Savdosi bo'lyapti. 16 million 800 savdo bo'lyapti. Olmaynaga chiqib ketadi internetda. Qaysini? Ha, YouTube'ga chiqadi, YouTube'ga. Bu endi qaysi borada? Sementalmi? Mana. 8 oylik buzov. Sementalga gibrid bo'lish kerak. Toza semental emas lekin aka. Nima? Nechi bo'lsa deyapsiz oxirida? 18 so'm. 18 bo'lsa 16 savdo bo'lyapti. Yo'q, 17 million so'm so'rayapti. 17 ga chiqdimi? 17 savdo qilishyapti, 18. Savdo pishibdi o'zi, savdo pishibdi. Ha. Bu kichani bo'ylari biri 7, biri 10 ham chiqmaydi u kicha. Mana. Mayli, barakasini bersin akalar. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, xayrli kun hammalaringizga. Qiziriq Jahonmol bozoridan kichik buqachalar va katta buqalarning narxlarini yoritib borishga harakat qilamiz. Boqma buqalar ham shu videoning ichida bo'ladi. Nasib xudo xolasa bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar degan umidamiz. Biz boshladik. Mana bitta jinnisi. Mana jinnisidan so'raganlarga. Mana akalar ko'p kishi so'rayapti, Telegram kanaliga qanday qo'shilsak bo'ladi deb. Mana YouTube kanaliga kirgandan keyin bu videoga misol uchun kiramiz. Videoga kirganimizdan keyin mana kommentariyasiga, fikrlar kommentariyasiga kirganimizda mana Surxon Shamoli Telegram kanalimiz deb yozib qo'yibsiz kishi. Surxon Shamoli yozuv ustiga bitta bosamiz. Telegram kanalga qo'shilib obuna bo'lib qo'yamiz mana. Mana savdolari qizg'in ketyapti. Bu necha pul bo'lyapti ekan aka? 35. Savdosimi aytilishimi? Savdosichi? Ha, endi keldimi? Endi kelib savdo bo'lmabdi ekan hali. Mana voy, jinni ekan bu. Ana. Bu bozorda endi oktagonliga qiladi bu endi mana. Buni boylab qo'yish kerak-da bitta joyga. Bitta joyga boylab qo'yish kerak ana. Boylash kerak buni. Mana biz davom etamiz. Biz davom etamiz. Aka bu necha pul bo'ldi aka? 8300. 8300 savdosi berilmadi. Bahosi nechi? 20 kam bor. 20 kami bor ana. Zo'r, barakasini bersin. Davom etamiz. Mana boqma ho'kizlar. Aka bular necha puldan bo'ldi aka? 19 ga boqib qo'yapmiz, 16,5 so'rayapti. 16,5 dan so'ralyapti. 19 boqib qo'yilyapti. Ikkitasi ham. Tish buzmagan ikkalasi ham buzoq. Buzoq hali. Ha. Orqalaridan ko'rsatamiz mana. Yaxshi. Bularchi aka? Ha, 4 tov bir joyda. 4 tov bir joyda. 16 dan so'ralyapti. 19 dan boqib qo'yilyapti. 4 ta bir joyda. Barakasini bersin. Mana. Orqalaridan ko'rinishi. Mana. Qadrli obunachilar, kommentariyaga Telegram kanalimizni manzilini yozib ketamiz. Bu yerda ham Surxon Shamoli. Bu yerda ham kuniga 100 ga yaqin reklamalar joylab boriladi. Uyda turib sotsangiz, sotib olsangiz bo'ladi. Tomonlarda egalarini ko'rmayapman men. Molda egasini ko'rganimizda so'rab o'tardim. Bu necha pul bo'ldi aka? Olindimi? Nechiga? 15,5 ga olinibdi mana. 15 million 500 ga olinibdi. Yaxshi. Shunday so'rang 15,5. Savdosi bo'lyapti. Necha pul so'rayapsiz? 17 million. 17. Siz nechi deyapsiz? 8,5 bo'lsa ol dedi. Ha, 18,5 bo'lsa, zo'r. Barakasini bersin. Savdoga Bor baraka bersin. biz davom etamiz. Kelishtirib so'rang, pas so'rayapti. Mayli, xayr barakasiga 100 ming aytaman dedim-ku. 17 şekilde. Mayli, bunisini so'raymiz. Bular necha puldan bo'ldi aka? Aka 33 bo'lsa ol deyapman. 33 bo'lsa ekoni. 32 gacha qilyapti. 32 gacha. Savdo yangi bo'lyapti. Savdo o'zi pishibdi-da bo'lmasa o'zi salkam. Endi men 35 dan 33 ga elib keldim. Ha. Siz so'rayapsizmi bu? Yo'q. Ha, tomosha qilyapsizlar. Olib sota boshlayapsiz. Ha. Mayli, zo'r, barakasini bersin. Mana, kichikroq variantidan bu ikkalasi. Bular necha puldan bo'ldi aka? Aka bunun savdosi 15,5 dan bo'ldi, berilmadi. 15,5 dan berilmadi.
Zo'r. Barakasini bersin. Kichkinaroq variantidan. Qizchalar. Biz davom etamiz. Bu necha pul bo'ldi aka bu? Ha? 15 bo'ldi savdosi. 15 bo'ldi akalar mana. Kommentariyalarni portlatib yuborayotgan beda press hamda somon presslarga endi yechim topildi. Narxlari 2 million 300 ming so'mdan 2 million 800 minggacha bo'lgan vodiy polvoni drobilkalari endi Surxondaryoda. Marhamat. Motorlari 4 kilovatdan 6,5 kilovatgacha bo'lgan. Maxavekli, listovoy, alyumin hamda mis motorli drobilkalarimiz xonadoningizgacha mutlaqo tekin darsda dastavka xizmatlari bilan yo'lga qo'ydik. Undan tashqari mahsulotimizga 1 yil kafolat beramiz. Mana bunday kafolat qog'ozlari bilan. Kimga qiziq bo'lsa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. 15 berilmagan. Aka shvet tongma, shvet. Shvet necha pul bo'ldi? 14,5 Ana, shvetga o'xshamaydi-ku bu. 14,5 deydingizmi? Anagramma yo'qda, 15 bo'ldi desam, mana 14,5 qilyapti. To'ppa-to'g'ri, yashang. Bori. Zo'r, barakasini bersin. Davom etamiz. 16 bo'lyapti yaxshi. Ha, buni so'ni ol. Anagramma bor. Yo'q, fonogramma bor. Bizda jonli deysizmi? He, qo'yib. Zo'r, barakasini bersin. Ana akalar, bozorda ham fonogramma va jonli ijrolar bor. Ha, ko'rsataveramiz mana. Bular necha puldan bo'ldi aka? Har xil bo'lyapti. Ne? 30 million, 31 million, 29 million. Ha, ikkovi bir joyda. Ikkovi bir joyda. Savdolar 29 million shu atrofida ekan, 30 million ham deyishyapti. Zo'r. Barakasini bersin. Mollar seroq. Egasi kim? Sizlardan emasmi bu? Necha pul bo'lyapti aka bu? 18,5. Bunisi ham sizdanmi? Bitta shu 18,5 savdosi berilmayapti ana 18,5 ekan savdosi. Tish yorgan, tish buzgan. Zo'r. Bu tarafda ham bor. Bular necha puldan bo'ldi hozir so'raymiz. Bu necha pul bo'ldi aka? 17 so'rayapti. 17 so'rayapti. Necha bo'lsa oldiyapsiz? 18 bo'lsa. Yaxshi, yomon emas. Barakasini bersin. Bozormi? Hech arzon bo'layotganga o'xshamayapti-da, lekin aka. Yo'q, aradagi. Tushda. Lekin endi ko'tarilama deyman-da, o't chiqyapti. Shunday. O't chiqyapti, endi ko'tariladi lekin. Shu tarafi ham bor lekin. Ayniqsa qo'yga, qo'yga yaqinlashib bo'lmay qoladi yana bir 20 kundan keyin. 1 oydan keyin. Bular kimdan ekan aka? Sizlardanmi? Yaxshi keladi. Sizdanmi? Necha pul bo'lyapti aka bu? 19 dan savdosi. Nechtasi? Mana shu kelasi. 19 dan ekan savdosi. Zo'r. Bahosi necha? 20 dan. Barakasini bersin. Davom etamiz. Davom etamiz. Mana bu tarafda ham savdolar bo'lyapti. Qaysini so'rayapsiz aka? Barakalla qilib ber. Mana shuni savdo bo'lyapti akalar. Nechi bo'lyapti? 18. Bahosi nechi? O'zi pishibdi-da, o'zi savdo o'zi. Savdo pishibdi o'zi. Kelishtirib bering-da. Yaxshi, zo'r, barakasini bersin. Mana. Bu yoqda ham bor. Bu kimdan ekan? Boqma variantda. Necha pul bo'lyapti aka bu? Necha pul bo'lyapti aka bu? 20 bo'lyapti aka. 20 savdosi. Sizdan ham? 20 savdosi. Necha bo'lsa deyapsiz? 22 mi? 22 Voh, ana. Ho'kiz yaxshi, boqma variantdagi zo'r ekan. Tish buzganmi? Tish buzmagan ekan hali ana. Tish buzmagan, zo'r ekan. Yaxshi. Biz davom etamiz. Bu necha pul bo'ldi aka? 17. Necha? 17. 17. Bahosimi yo savdosimi? Yo'q, so'raman. Savdo bo'lgan yo'q, 17 bahosi. Ha, zo'r, barakasini bersin. Davom etamiz. Mana navbatdagi buqa. Bu necha pul bo'ldi aka? 24 bo'ldi. 24 savdosi.
Berilmagan mana. Nechi bo'lsa deyapsiz? Ko'rganmi? Ha, 3 yoshga bordi. 3 yoshar ekan. Mana. Qaysi kanal bor? Surxon Shamol aka. Surxon Shamol. Anasi operator ko'p. Ha, shunday. 2-3 kishi raslar. Yo'q, 2 kishi desa ham bo'ladi. Salkam. Asosan o'zim lekin, o'zim. Shunday. Reklamalar qanday bo'lyapti? Bo'ladi aka, sekin-sekin. Xudoga shukr. Nechi bo'lsa deyapsiz aka buni? 25 bo'lsa. 25 bo'lsa, ana. Zo'r. Barakasini bersin. Videoga to'xtalib, bitta savolim bor. Mayli. Mayli aka, salovat bo'ling. Biz davom etamiz. Nechi pul bo'ldi aka, olindimi? Nechi pul bo'lyapti? 24 deyapman, endi so'rayman. 24. Savdo bo'lgan yo'q hali. 18 mi? 18 bo'ldi savdosi mana. So'rayapti akamiz. 18 so'rayapti. Mayli, biz davom etamiz. Ko'proq mollar chiqarishga harakat qilamiz. Surxon Shamoli. Surxon Shamoli mana bo'ychonroq variantidan rossiyskiga o'xshab qaysiga gibrid bo'lib qolgan. Aka bu nechi pul bo'lyapti? Ha? 24 million. Bu parodasi nima bu? Rossiyskimi? Galishten bilan chatishib qolgan shekilli, Galishteni o'xshab turibdi lekin bo'ychan. Zo'r, barakasini bersin aka. Bu nechi pul bo'lyapti aka? 25. Ha, savdosi. Savdosi 25. Ha. Necha yoshar ekan bu? 2 yosh ekan mana. Gap yo'q. Zo'r ekan, barakasini bersin. Davom etamiz. Mana bu yoqda ham bor. Bu nechi pul bo'lyapti aka savdosi? 20 yarmi? 20 yarim ekan savdosi. Polvoncha ekan lekin. Qachokcha orqalaridan. Qiziriq Jahon mol bozori akalar. Biz davom etamiz. Biz davom etamiz. Mollarni ko'rsatishda. Bu tarafda katta ho'kizlar bor ekan, ularni ham olishga harakat qilamiz. Burchakda turibdi. Ularning egasi kim ekan hozir so'raymiz. Aka bular sizdanmi? Egasi yo'q. Egasi bo'lganda so'rab o'tardik. Egasi borini so'raymiz. Aka bu nechi pul bo'lyapti aka? 35 deyapti. Aha, savdosichi. Savdosi 28 bo'lyapti. 28 savdosi. Hali buzovdagi. Hali buzov ekan to'naga 1,5. 1,5 yashar buzov ekan hali. Gibrid shekilli ana. Zo'r, barakasini bersin. Egasini Mana albatta, egasi bilan qo'shib. Zo'r. Qiziriq Jahon mol bozori. Surxon Shamol YouTube'da. YouTube'ga chiqadi nas. Mana navbatdagisi. Bo'ychonroq variantdagisi bu. Bu nechi pul bo'lyapti aka bu? 35 deyapmiz. Aha. 28 so'rayapmiz. 20 kim so'rayapti? Ha, siz so'rayapsiz. Zo'r. 28 so'rayaptilar. Buzov hali. Buzov hali bo'ychangina ekan, oyoqlari baquvvat. Zo'r ekan lekin. Barakasini bersin. Ha. Orqalaridan ham bir ko'rsak, qochyapti. Mayli, biz davom etamiz. Hop, bu 45 savdosi. Bahosichi? 60 million. 3 yashar bormi? 3 yashar. Mana 60 million bahosi. 45 savdosi ekan akalar. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Surxon Shamoliga assalomu alaykum aka. Zo'rmisiz, salomatmisiz, charchamayapsizmi? Mana. Necha kilo bordingiz? Tayyor bo'lmabdi, boqish kerak. Boqish kerak. 3 yashar ekan. Haqiqatda lekin boqmadi hali. Orqalari bo'sh pushti hali. So'lmagan. Mana aka. Barakasini bersin, mayli. Bunisini ham so'rab ketamiz. Lekin bunisi nechi pul bo'lyapti? Shuni savdo bo'lyaptimi? 29 million. Shu savdo bo'lyapti? 29 mi? 29 so'rayaptilar akamiz. Nechi? 57 million ikkalasi bir joyda. Savdosi bo'lyapti. Orqalari. Barakasini so'ragan. 60 mingga sotib 6 millionlik barakasi bo'lmasa uni bekor. 57. Nechi bo'lsa deyaptilar akamiz? 70 bo'lsa.
57 savdo bo'lyapti. 70 bo'lsa deyaptilar. Mol egalari zo'r. Mayli, barakasini bersin. Surxon Shamol aka. Surxon Shamol YouTube'da. Xudo xolasa kechgacha joylanadi, nasib xudo xolasa. Bular necha puldan bo'libdi aka? Sizlardanmi? Egasi yo'q ekan. Egasi bo'lganda so'rab ketardi. Narxlarni. 14,5? 14,5 so'rayapsizmi? 41,5. Ya 41,5. Jivoyga bo'lyaptimi? Nima bo'lyapti? Ikkalasiga. Ha, ikkalasiga 41,5. Ha. Necha bo'lsa deyapsizlar? 43 million ikkalasiga bo'lsa beriladi. 41,5 million so'ralyapti. Barakasini bersin. Mana. Barakasini bersin. Davom etamiz. Necha pul bo'ldi aka bu? 19,600 bo'lyapti. 19,600 bo'lyapti. Uzoqcha. Uzoqcha. Tish buzmagan buzoq 1 yoshar ekan. Barakasini bersin. Davom etamiz. Mana aka bu necha pul bo'lyapti aka? 21 bo'lyapti. 21 savdosi. Boqasichi? 23. Zo'r. Barakasini bersin. Bu yoqda ham bor. Bu necha pul bo'ldi aka bu? Bu ham ha? 23. Bu ham 23 ekan. Zo'r. Barakasini bersin. Bular necha puldan bo'ldi aka? Maylasini 16,800 so'rayapti. 16,800. Kattasini-chi? Kattasini 19 million 700. 19 million 700 so'rayapti ekan. Zo'r. Barakasini bersin. Davom etamiz. Bu necha pul bo'ldi aka bu? 16 million bo'lib qoldi aka. 16 million. Zo'r. Barakasini bersin. Buni vaqtingni olma turibsiz. Voy, shu buzog'imga qiziqdi. Saralab Olma. buzog'imga qiziqdi. Vaqtingni olma trading. Ha, yo o'z bu yoq trendda doim. Zangni qizdiradigan mashaq bo'ladi. Umid Rashidov bilan. Vaqtingni olma turibjon. Nechi bo'lyapti aka? So'ramayapti. Bahasi nechi? 18 million. Zo'r, barakasini bersin. Mana bunisi nechi pul bo'ldi? 20 dan. Ikkalasi ham. Mana zo'r. Barakasini bersin. Biz davom etamiz. Yormabdi ekan. Nechi pul bo'lyapti? 19,300 ming. So'rayapti, 19 million 300. Egalari nechi pul deyapti endi? 9 million qancha deyapsiz? 8 mi? 800 bo'lsa beraman. Ana. O'zi oz qolibdi o'zi. Buni kam qolmadi aka. Pishibdi o'zi, ha, kami qolmabdi o'zi. Savdo pishibdi o'zi salkam. Mana. O, ana. Endi savdo zo'r bo'ladi tenga. 18. Ha, zo'r. Barakasini bersin. Mana bular-chi? Bular 36,5 so'rayapti aka. Nechtasi? Ikki ona. Ikkita bo'yinda. 36,5. 36,5 so'rayapti. Maydalarichi? Bu maydalarni Ha, u yoqdan. 2 mingdan aka. Zo'r. 36,5 savdosi o'tdi. Ana aka. Orqalaridan ham ko'rsatamiz. Mana orqalari. Orqalari ham yaxshi ekan. Zo'r. Nechi bo'lsa deyapsiz? 38 ber deyapman ikon bir chetda. 38. Overda mayli 38 bo'lsa beraman dedi. Ana aka. Shunda 19 dan to'g'ri keladimi? 19 dan bersin deyapman. Bo'yinlar mollarni yeb berayotgan. Dashda yurgan mollar, hammasi. Ha, zo'r, barakasini bersin aka. Davom etamiz. Ha, ko'rsatib bering. Mana bu tarafda ham bor. Aka bular nechi puldan bo'ldi? 14 700 ga 14 300 bo'ldi. Ha, 14 700 ga 14 300. Zo'r. Barakasini bersin. Mana. Bu tarafda ham mana buqachalarni makoniga kelib qoldik akalar. Buqachalarni makoni. Hozir Jahon mol bozori. Mana. Nechta kerak? Bunday qarang. Serob. Bu nechi pul olindi aka? Ha, nechi pul bo'ldi? Sotilar ekan. Menimcha sotib olingan, yana sotiladi. Zo'r, barakasini bersin. Bular nechi puldan bo'ldi aka? 29,5 bering deyapman. 28 so'rabdi. 28 so'rayaptilar. 29,5. Ha, yeki oldu. Zo'r. Barakasini bersin. Buzovchalar, o'pkichalar. O, ana. To'polonni boshladi. Jinnisi ekan. Mana. Yo'llarni qarang. Yaqinlarga ayting, mol tushdi deng. Ha.
Arzon. 11 million so'rayapti. Buni 11,5 so'rayapti. Qanday katta o'kkiz. Shunimi? 11,5 so'rayapti. Ana bermayapsiz. Bermayapti. 12 bo'lsa ol dedim. Ana aka, zo'r. Qo'yil aka, mana undan ham zo'rlari. Barakasini bersin. So'rayapti. Qaysi? Buni ularmi? Dehqonlar uyiga borganda ko'p qimmat aytmasin. Ha, dehqonlarda. Aytsin. Shunday lekin. Haydab anda. Endi qiyin o't tushishi. O't chiqyapti. Bu chiqsa mol olmaydigan odam uchun. Ha, o't chiqyapti endi qiyin. Narx tushishi qiyin. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi qiyin. Mana. Bu necha pul bo'ldi aka bu? 14 bo'lyapti. 14 bo'lyapti. Mana. Zo'r, barakasini bersin. Biz davom etamiz. Bu necha pul bo'lyapti aka? 17. Bermayapsizmi? 15,5. Ha, 15,5 ga berilmayapti. Bu tarafdan bor. Bular necha puldan bo'ldi? 24 million bering deyapti ikkalasiga. Ha, 24 million. Bu yoq, mana bu akamiz. Siz necha dedingiz? Ozroq bor debdi. Ha, ozroq bor. Mana. Barakasini bersin. Bularchi aka? 28 bo'ladi. Ikkalasi 28 bo'lyapti. Mana. Zo'r. Buzovchalar. Qizira Jahon bozorida akalar. Serob mana buzovlar. Voh, shu serob buni qarang. Buzovchalar juda serob akalar. Qizira Jahon bozoridan kichik buqachalar va boqma buqalar narxlarini yoritib borishga harakat qildik. Bittadan like bosib, obuna bo'lib pastlar degan umidamiz. Film tugadi.